2024-yil 28-iyul O'zbekiston Respublikasi madhiyasi Parijda yangradi. Dzyudochimiz Diyora Keldiyorova uchun respublikamiz bayrog'i samoga ko'tarildi. Ushbu voqelik yangi O'zbekistonning sportdagi shonli yo'lini boshlab berdi. Bu o'zbek ayolining jahon sport hamjamiyatida tan olinishining debochasi bo'ldi. Shu sabab ham teatr ijodkorlari zamonamiz qahramonining hayotini sahnaga olib chiqishga ahd qilishdi. Bunga yurtboshimizning teatrlarning jamiyat madaniy hayotidagi ahamiyatini oshirish, ular faoliyatini yanada qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori dasturul amal bo'lib xizmat qilmoqda. Yozuvchi, dramaturg, xalqaro oltin qalam mukofoti sohibi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan jurnalist Qo'chqor Norqobul Diyora Keldiyorovaning hayot yo'lini qalamga oldi. Osmon ostidagi sir, Samodil, Urushning birinchi kuni kabi shoh asarlar muallifi bu gal ham o'z asariga yuksak mahorat va yozuvchilarga xos noziklik bilan yondashgan. Asarda sportchining hayotida muhim ahamiyatga ega insonlar va hodisalar alohida e'tiborga olingan. Yurt qahramoniga bag'ishlangan Tongni kulib qarshi ol nomli spektaklning so'nggi repetitsiya jarayonlari bilan tanishdik. Diyoraning bolaligi, o'tmish xotiralari va chempionlik bo'sag'asidagi jarayonlar professional ijodkorlar tomonidan qayta jonlantirilmoqda. Olimpiada chempioni Diyora qizimizni hayotini o'rganib, uyiga borib ko'rib, yashash tarzi, ota-onasi bilan suhbatlashganimda men bitta narsani bildim. O'zini maqsadini hayotim deb bilgan odam, shu maqsad meni hayotim deb bilgan odam, inson o'zini o'sha maqsadini hayotini eng oliy cho'qqisiga olib chiqa oladi. U jismi kichkina bo'ladimi, qiz bola bo'ladimi, o'g'il bola bo'ladimi, yoshi katta odam bo'ladimi farqi yo'q. Insonning ruhida katta gap. Mana shu Diyora yoshligidan o'ziga xos hayot yo'lini bosib o'tgan. Ya'ni Diyoraning hayoti, Diyora Keldiyorovaning hayoti bugungi qiz singillarimizga, yoshlarimizga, ukalarimizga, farzandlarimizga, nabiralarimizga ibrat bo'ladigan joyi shuki, u kichkinagina bir qishloqda turib juda olis maqsadni ko'zlab shunga harakat qildi va hayotni turli xil mayda-chuyda to'siqlari, insonni yoshmi, keksami oldida hayotiy zarbalar bo'ladi. Ularni yengib o'ta oldida. Ta'kidlash joizki, ushbu sahna asari sportchi hayotiga bag'ishlangan O'zbekiston tarixidagi ilk spektakl hisoblanadi. Ssenariyni sahnada jonlantirish, tomoshabinni Diyoraning hayoti va xayolot olamiga olib kirish rejissyor va ijrochilarning mahoratiga bog'liq. 1 yil avval buni loyihasini ishlab chiqib, hamda o'sha Diyora Keldiyorova yashagan bir Samarqand viloyati o'sha Pastarg'om tumanida o'zlarining uylarida bo'ldik, otalari bilan onalari, yaqin qarindoshlari, qo'ni-qo'shnilar, mahalla-ko'y bilan gaplashib, shu bo'lgan hayotlari asosida, shu o'zlarini boshlaridan kechirgan hayotlarini real voqealar ostida bir yozildi va bugungi kunda spektaklni oxirgi jarayonlari ketmoqda. Biz uchun qiyin bo'lgan jihat shunday bo'ldiki, bugun bizni yonimizda yurgan inson, bir yonimizda yurgan shaxsni qiyofasini yaratish juda ham bir muncha qiyin bo'ldi. Men o'ylaymanki, bizni tajribali ustoz san'atkorlarimiz, yosh ijrochilarimiz buni bir uddasidan chiqishyapti va bir nima deydi, bir odil hakam bu tomoshabin hisoblanadi teatrda. Men o'ylaymanki, har bir kelayotgan tomoshabin bugun bu spektaklda haqiqiy Diyora Keldiyorovaning qiyofasini ko'radilar degan bir umidimiz bor. Spektaklda teatr va kino darg'alari bilan birga yosh va iste'dodli aktyor va aktrisalar ham o'z obrazining ma'no mohiyatini, har bir so'zining maqsadini tomoshabinga yetkazib berish uchun sahnada ter to'kishmoqda. Chempion qizimiz Diyora Keldiyorovani momosini o'ynayapman, rolini O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist mana Gulchehra Nosirova bilan dublyor bo'lib o'ynayapmiz. O'zimiz o'ynab, o'zimiz yig'lab yuribmiz-da. Shunday bir qiyinchilik bilan, shunday bir haligi sharoit yo'q paytlardan, nimalardan o'tib, bosqichlardan o'tib shunday chempionlik darajasiga borganda shu qizimiz Keldiyor bobosi, polvonlar avlodi bo'lgani, momosini turtkilari, momosini o'sha qo'lidan yetaklab musobaqalarga olib borib, kurashlarga olib borib, bu yutuq meni yutug'im emas, momomni yutug'i deb ta'kidlagan ekan. Keldiyor va obrazini shakllantirayotgan yosh qizlar o'zlarini aktrisa emas, balki yurt sha'nini yelkasiga olib maydonga chiqayotgan sportchi, kuchli iroda va intizomga ega dzyudochi ayol siymosida his qilishmoqda.
Bu rol juda ham kuchli, o'ziga ishongan ayolni siymosi, obrazi. Shu uchun men qiynalgan tomonimni aytaman. Birinchidan ularni o'sha hayotlarini eshitgandan keyin har sahnaga chiqqanimda bo'g'zimga nimadir tiqiladi, chunki juda qiyin narsalarni ko'rganlarda. O'sha tomonlama qiynalyapman, o'zimni ko'z yoshlarimni ushlab turishga harakat qilyapman va juda ham kuchli ayolning siymosini gavdalantirishi o'zi, bir sahnada rolni gavdalantirishi o'zi juda qiyin bo'lyapti menga. Haliki shohsupa, O'zbekiston bayrog'ini ko'tarib chiqqan shohsupada qanchalik ularga qiyin bo'lgani va qanchalik mas'uliyatni his qilganliklarini hozir ichimdan kechira olmasam kerak bu narsani. Faqatgina tasavvurimda o'ylayapman va o'shanga tayanib, suyanib ijro qilishga harakat qilyapman. Men mana shu teatrda Diyor Keldiyorovaning yoshligini o'ynayapman. Bu spektakldan o'zimga bo'lgan ishonchim yanada oshdi va sportga ham qiziqishim juda ham baland bo'lib ketdi. Diyor Keldiorovani yanada hurmat qilishni boshladim. Men oldin bilardimki, qiynalmasdan katta bo'lishgan, bular tez anaqa bo'ladi, lekin uni orqasida juda ham katta sabr, matonat borligini bildim. Maktablarga olishmagan ekan. Ularning yoshliklari juda ham yig'lab yuboradigan darajada, ularga yanada mehrim va hurmatim oshdi. Spektakl sahnalashtirayotganda dzyudo elementlarini teatr plastikasiga moslashtirish uchun sport ustalari, murabbiylar ham taklif etilgan. Qisqa qilib aytganda, tomoshabinlarni va olimpiada chempionini hayrat va hayajonda qoldirish, hayotiy voqealarni teatr talqiniga moslashtirish uchun katta jamoa mehnat qilishda davom etmoqda. Tez kunda Diyoraning yo'li sahnada qayta tug'iladi. Ma'lumot o'rnida o'tgan oyda Diyora Keldiyorovaga bag'ishlangan Nozik yo'l nomli hujjatli film namoyish etilgan edi. Oddiy o'zbek qizining sportga kirib kelishidan to 4 yillikning eng nufuzli musobaqasi Olimpiada chempionligiga qadar bosib o'tgan yo'li katta teatr sahnasiga olib chiqilmoqda. Katta-yu kichikka birdek o'rnak bo'ladigan, ba'zan yig'latib, ba'zan esa kuldiradigan real hayotga asoslangan spektakl Muqimiy nomidagi Davlat musiqali drama teatrida namoyish etiladi. Barchani sport va san'at uyg'unligi bilan bahramand bo'lishga chorlab qolamiz. Bahora Boymurodova, Jandoz Qarabekov. Sport yangiliklari informatsion dasturi uchun.